Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz karmoshka haqida bo'ladi. Hop, karmoshka qolipimizni bitirdik. Shu holatda. Mana chiqqan holat mana shunaqangi. Hop. Karmoshkamizni uklonlari olingan. Sirop quyganda faqat mana shu joyga yig'iladi. Bu tomonda qolib ketmaydi uklonda. Keyin mana shu tomoniga shunaqangi bir harlarga zinachalar qo'yib qo'yildi. Yiqilib tushmasligi uchun, ustma-ust kelganda siropga tushib ketmasligi uchun foydali deb hisobladik. Hop, bu yerga setka qadaladi. Sig'imi 3 litr sig'imda 3 litr siropni oladi bemalol. Hatto ortig'i bilan 3 litrlik suvni quydik, ozgina joy ham qoldi. Holati shunaqa. Mana setka qo'yilgan holati. Shu holatda. Kimga shunaqa uyalar kerak bo'lsa, tepaga nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin. Mana shunaqa 4 xil rang bo'ldi. Qo'yish uchun shunaqa oralarni ochib qo'ydim. Tayyor aka. Mashinangizni jo'nataverasiz bemalol. Shunaqangi 4 xil rang. Akalar 25 mart keyingi zakazimiz mana shunaqangi kraskali holatda Namanganga chiqaramiz. Xohlasa mana mashinamiz yetib keldi, hozir yuklaymiz. Mashina holatda yuklavordik. Bir qator qo'yildi. İşte bu yapanlar urilmasligi uchun. O'sha rabochiysini hozir bitta zichlab olamiz. Shu holat.